Amir avtosavdoda bizdan Gentra'n tayyorini so'raganlar uchun 2017-yil minishga tayyor 3-peysa avtomat korobkasi bo'ladi. Shu chiroyli o'yinlar bilan general danslarga cham chiqadi. Egalarining o'zida Amerikanka optirali qo'lgan, o'kalar moshni полностью shumkalarga cham qilingan. To'rtta yangi yumshoq archa bo'ladi. Qo'lgan tayyorlovka ruxsatlari bor. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salonlar o'ta ideal holatda turibdi. Mersroll, xo'p, test monitorli qo'lgan moshinaga yaxshi chexol, evokordan ko'rligicha ham solingan. Video registrator 907 mejgar putlargacha uстановка qilingan o'qlar. Pakelerni temir gaz bo'ladi uстановка qilingan. Kraska holatga keladigan bo'lsa o'qlar, bitta orqa krılosida kraskasi bor ekan. Qolgan joylar top-toza o'zingizlar uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Eng qiziqarli tomoni o'qlar, salondan ikkinchi qo'l ekan. Prebeg keladigan bo'lsa, prebeg sal kattaroq 314 ming kilometr masofani o'tdi. Narxini o'qlar sizlar olmaza qilmishning uchun $8350 baholandi. $8350 ga 2017-yil 3-peysa avtomat korobka Gentra'n moshasi bilan telefon qilib barak qilishini